bitta joyda o'tiraman, oldimda hech kim odam bo'lmasin. Dakanza kristal qilaman, to'p urasam bo'ldi, orqadan borib uraman deganlar uchun ayni muddao. Barchaga assalomu alaykum, sizlar bilan Time Chico. Bugun sizlar bilan kelayotgan yangi tur 3 versiyani birinma-ketin barcha yangiliklarni muhokama qilib chiqamiz. Va bunda qanday yangiliklar bor, qanday o'zgarishlar bor, hammasini video davomida ko'rishingiz mumkin. Xuddi shunday kolleksioner, KD, hammasini nastroyga ko'rsatib turadigan joylarimiz ham xuddi shunday o'zgarishga keladi. To'g'risi, men bu yerda qandaydir chiroyli bo'lishi mumkin, lekin mening fikrim to'g'risi eski PUBG ancha yaxshiroq edi bu yerda. Oq fon umuman yarashmagan to'g'risi. Bilmadim, PUBG o'ylayaptimi. Eng asosiysi mana bu yerda mifik, legendarniy, etnicheskiy narsalarning ko'rinishi juda ham vobshe ko'rinishda o'zgarib ketadi. Kabutto bu light. Bu nima degani bu? Eskisi vobshe yaxshiroq edi bundan. PUBG ni kim egalik qilyapti, hayronman. Eng dahshatlisi bu yerda nastroykalar bosadigan joyi nima bu? Qanaqa bu? Ko'zlaydigan, otadigan joylar bu. 2 megabaytli so'mbay sufdan o'tkazib olinganmi buni? Nastroykasi nima balo? Yo, vobshe eskisi holat ancha yaxshi, to'g'risi. Mana bu oq fonda endi aytmasam ham bo'ladi. Juda ham balki boshqa odamga yoqar, lekin menga yoqmadi to'g'risi. Joystick bu yerda, naklon bu yerda, vobshe chidab bo'lmaydi to'g'risi. Endi balki to'g'ri yaxshi bo'lishi mumkin. Endi bu mening fikrim, hech qanday negativ shart emas. Endi bu chap tomonda qora fon, o'ng tomonda kelayotgan yangi oq fonimiz. To'g'risi eski foni ancha legendarniy bo'lib turibdi baribir ko'rinishidan. Keyingi yangiligimiz bu yerda bizning yangi qo'shiladigan 5 xil xususiyatlarimiz. Bu yerda birinchisi rivojlangan olam ekan xususiyatlariimizdan bittasi. Bunda bizning keyingi xususiyatlarimizdan bittasi mashina bilan bog'liq bo'ladi. Ya'ni mashinaning baloniga, mashinaning o'ziga o'xshatadigan bo'lsak, oldingidek tez portlab ketmaydi. Lekin oldinlari bir kishi 4 ta skvatni mashinaga yetgan payti portlatib yo'q qilib yuborardi. O'shanisidan mahrum bo'lamiz-da, значит. Keyin yana bitta narsa, benzin tugash ehtimoli ham juda ham past bo'ladi. Ya'ni mashinaning benzini ko'proq ketadi. Bu esa yaxshi lekin. Keyingi xususiyatimiz bu, xuddi shunday krisalar xususiyati desak ham bo'ladi. Juda ham maksimum Pro Max Ultra krisalar uchun eng ayni muddao narsasi. Chunki deganda bitta joyda o'tiraman, oldimda hech kim odam bo'lmasin. Dakanza kristal qilaman, to'p urasam bo'ldi, orqadan borib uraman deganlar uchun ayni muddao. Qaranglar, oldida hech kim yo'q, hammasini 10 sekundda bir tekshirib turadi odam yo'qligini. Agar odam bo'lsa, darrov sezgir bo'lib metka beradi, shundan keyin otib ketadi, tamom. Xullas, yangi sezonni zo'r deb bo'lmaydi. Detskiy, Krisabob, mayda-chuyda yosh bolalar o'yiniga o'xshaydi to'g'risi. Keyingi xususiyatimiz esa xuddi shunday do'stim uchun PUBG o'ynayman, do'stim uchun kiraman deganlar uchun ayni muddao bo'ladi. Chunki mana shunday ko'targan vaqtingiz juda ham tez ko'tariladi do'stini. O'zi ko'plar hozirda PUBG ga jo'ralari uchun, do'stlar uchun o'ynashga kiradi. Bir o'zi bo'lsa ko'pchilik o'ynamaydi. O'shanaqa vaqtda bu yaxshi. Va bu yerda o'sha hammamiz bilgan Erangel kartasidagi o'zgarishlar, shu birinchi navbatda Hospital, Pochinki, yana Mansion, Mita, yana mayda-chuyda joylar, Ferm, Yasnaya Polyana va hokazo. Bu yerda birinchi navbatda Hospital ko'rinishining o'zgarishlari oldingi nisbatan ancha o'zgargan, to'g'risi. Oldin ancha xarob edi, hozir rivojlangan, qandaydir otish uchun ancha qulay oldingidan. Pachinki ham xuddi shunday, Hospitaldan mutlaqo o'zgarish farq qiladi. Otishga qulay, krichalarga ham vobshe qulay-da, lekin bor-ku. Eng qizig'i bu yerda maza qilib do'stingiz bilan mashinada poyga o'ynasangiz bo'ladigan. Bunisi yaxshi, lekin krichalar uchun juda ham ayni muddao bo'lib qopti. O'shanisi yomon ekan. Va e'tibor beringlar, bu yerda eski sezonlarning ko'rinishini xotiraga yodga olish uchun xuddi shunday ko'rinishdagi eski sezonlarni maketlarini yasab qo'yishibdi. Bu ancha yaxshi bo'ldi, to'g'risi. Buni qo'shgani haqiqatan ijobiy fikr bildiraman bunga. Yaxshi, chunki eski oldlarni bir xotiraga qaytarib oladi. Bir skvat bilan skvati bilan do'stlar bilan kelib, hammasini bir boshidan yoddan eslaydi. Xuddi shunaqa ko'rinishda. Keyingisi bu yerda o'sha 2024-yil chiqqan Poseidon, ya'ni suv tagidagi o'tadigan sezon, hammasi ko'rinishi bor shu yerda. Va shunday bossanglar bu yerda hammasida bitta bunda emas, hammasida normalligini o'tib beradi. Kaska, paska, xullas, Amer, Avem o'zlari kerak bo'lgan barcha arjolar bor. Va bu yerda kema ham bor ekan, to'g'risi. Va qolganlari ham xuddi shunday bu yerda hammasi bor. Bu yerda o'sha sezon nomi esimda yo'q, to'g'risi. Bu yerda 23-yildagi dinozavr sezon, mana shu sezon ham bilganlar biladi, buni o'ynaganlar biladi qanday mazza ketganini o'sha vaqtida. Qandaydir odamlarning ko'nglidan joy olgan sezondan bittasi. Va bu yerda o'zimizni hozirgi sezonimizning
как asosiy loot joyi desam ham bo'ladi to'g'risi. Buning uchun kelasizlar, xuddi shunday bosib yaxshilab animatsiyasini ko'rish kerak oldin. Hozirgi sezonimizning asosiy loot beradigan joylaridan bittasi. Bu yerda o'zingizga xohlagan kuponchi bo'lsangiz bo'ladi. Omadingizga bog'liqda endi. Burada ham krisalar uchun juda ham bir zo'r sharoit yaratib berilgan. Shu kartani ochasizlar xullas, keyin bunda chiqib qarasanglar, keyingi beradigan zonani joyini ko'rsatib beradi. Bu haqiqiy krisalarni sezoni bo'lyapti, to'g'risi qanaydir Detskiy, Bespanyatka va kartasini aralashtirib yuborgan Erangillikka hammasi yotadi, bir-birini qayerdaligini ko'rish uchun, yangi zonalarni ko'rish uchun va вообще krisalarni nasasi. PUBG'ni tashlaydigan vaqt keldimi deyman. Lekin yaxshi tomonlari ham bor, yaxshi tomonlari. Chunki har qanday sezon kelmasin, baribir o'zida yaqin do'stingiz bor vaqti har qanday sezon ham qiziqarli va yaxshi o'tadi. Sizlarga oxirgi beradigan ma'lumotim bu yerda qalqonimiz bo'ladi. Bu qalqon qo'yganimizdan keyin bizni butun tomonlama o'rab oladi va boshidan oxirigacha himoya qiladi. Bu asosan jonimiz yo'q payti aptechka qurish uchun kerak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bizda hozircha barcha ma'lumotlar shulardan iborat edi. Videoga like bosishni unutmang, obuna bo'lib qo'ying. Xudo xolasa, kelasi videolarda bundan qiziqroq, bundan foydaliroq kontentlar chiqarishga astoydil harakat qilamiz.